Akalar, bizga kelgan navbatdagi mashinamiz Mat-3 bo'ladi. Bunda qilinadigan ish. Xullas, bu mashina mexanika bo'lgan oldin. Biz bunga hozir avtomat qilib beryapmiz. Bizga motor korobkalarini qo'ydirib, tayyor qilib keldi. Elektr sirasini montaj qilib beryapmiz. Ko'rsanglar bo'ladi, selektorlarni oldin montaj qilib qo'ydik. Avtomat korobkani kompyuteri bular qo'yiladi. Bular qolgan ishlari tashqarida mana polniy provodkalari almashadi. Buni provodkalari almashib, motorni miyasi ham almashadi. Mana bu yerda turadi. Ikki kompyuter ham almashib avtomat korobka bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqib kelaverasizlar. Xudo xolasa ishinglar chiroyli qilib o'tirib berishlikka harakat qilamiz. Mana tablo, kichkina tablochasi ham almashadi. Kichkina tabloga ham montaj qilinadi avtomat korobkani provodkalari. Rahmat hammaga bizni kuzatganlarga.